Ro'ziqul Berdiyevning Nasafdagi 12 yili, 501 o'yin, sovrinlar va Osiyodagi natijalar. O'zbekiston futbolida bir murabbiyning bitta klubda 10 yildan ortiq faoliyat olib borishi kam uchraydi. Ro'ziqul Berdiyev esa Nasaf bosh murabbiyi sifatida 12 yildan ortiq vaqt davomida ishlab, Qarshi klubi tarixidagi eng uzoq va natijali davrlardan biriga boshchilik qildi. Superliganing 17-turidan o'rin olgan Nasaf-Paxtakor uchrashuvi Berdiyev uchun Qarshi jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi 501-bahs bo'ldi. Shu munosabat bilan mutaxassisning Nasafdagi faoliyati, qo'lga kiritilgan sovrinlar va xalqaro maydondagi natijalarni eslaymiz. Futbolchidan bosh murabbiygacha. Ro'ziqul Berdiyevning Nasaf bilan bog'liq faoliyati bosh murabbiylikdan ancha oldin boshlangan. U klubda futbolchi sifatida to'p surdi, keyinchalik murabbiylar shtabida ishladi va 2012-yildan jamoa bosh murabbiyi sifatida faoliyat olib bordi. Keyingi yillarda qisqa uzilishlar bo'lganiga qaramay, Nasafning so'nggi 10 yildan ortiq davrdagi natijalari asosan Berdiyev nomi bilan bog'liq bo'ldi. Bu vaqt davomida jamoa tarkibi bir necha bor yangilandi. Yetakchi futbolchilar boshqa klublarga o'tdi va yangi avlod vakillari asosiy tarkibga kirib keldi. Shunga qaramay, Nasaf mamlakat chempionatida yuqori o'yinlar uchun kurashuvchi jamoalardan biri bo'lib qoldi. 4 ta O'zbekiston Kubogi. Berdiyev boshqaruvida Nasafning asosiy yutuqlaridan biri mamlakat kubogida qayd etildi. Qarshi klubi uning qo'l ostida 2015, 2021, 2022 va 2023-yillarda O'zbekiston kubogini qo'lga kiritdi. Ayniqsa 2021-2023-yillarda ketma-ket 3 mavsum kubokning Qarshiga olib ketilishi jamoaning ushbu musobaqadagi ustun davri bo'ldi. Berdiyev davrida Nasaf kubok bahslarida muntazam ravishda hal qiluvchi bosqichlarga yetib bordi va klubning sovrinlari sonini oshirdi. Superkubokdagi 4 g'alaba. Berdiyev Nasaf bilan O'zbekiston Superkubogida ham 4 marta g'olib bo'ldi. Birinchi sovrin 2016-yilda qo'lga kiritildi. O'shanda Nasaf Paxtakorni 1-0 hisobida mag'lub etgan edi. Keyinchalik qarshiliklar 2023 va 2024-yillarda ham Superkubok sohibi bo'lishdi. 2025-yilda esa mamlakatning amaldagi chempioni sifatida Andijonga qarshi maydonga tushgan Nasaf Husayn Norchayevning yagona goli evaziga 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa Berdiyev boshqaruvida Nasaf 4 marta mamlakat Superkubogini qo'lga kiritdi. 12 yil kutilgan chempionlik. Ro'ziqul Berdiyev boshqaruvida Nasaf mamlakat chempionatida bir necha bor sovrinli o'yinlarni egalladi. Biroq klubga uzoq vaqt davomida chempionlik yetishmayotgan edi. Bu kutilgan natija 2024-yilda qayd etildi. 1-noyabr kuni Nasaf safarda Lokomotivni 1-0 hisobida mag'lub etib, mavsum yakunlanishidan oldin O'zbekiston chempioni bo'lishini kafolatladi. Bu Nasaf tarixidagi ilk O'zbekiston chempionligi edi. Shu tariqa Berdiyev 2012-yilda boshlagan bosh murabbiylik faoliyatining 12 yilida Qarshi klubini mamlakat chempionatligiga olib keldi. Nasaf tizimi va yosh futbolchilar. Berdiyev davrida Nasaf faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri klub akademiyasi tarbiyalanuvchilaridan foydalanish bo'ldi. Qarshi futbol maktabidan chiqqan ko'plab futbolchilar asosiy jamoada o'yin amaliyotiga ega bo'ldi va keyinchalik O'zbekiston milliy terma jamoasi darajasigacha yetib bordi. Odiljon Hamrabekov, Aziz G'aniyev, Bobur Abduxoliqov, Husayn Norchayev, Sherzod Nasrullayev singari futbolchilarning professional faoliyatidan Nasaf muhim o'rin tutdi. Klub yetakchi futbolchilarini boshqa jamoalarga bergan mavsumlarda ham akademiyada yangi o'yinchilarni asosiy tarkibga jalb qilish amaliyotini davom ettirdi. Shu jihatdan Berdiyevning Nasafdagi faoliyati faqat sovrinlar bilan emas, jamoaning sport tizimidagi barqarorligi bilan ham ajralib turadi. Osiyo maydonidagi Nasaf. Berdiyev boshqaruvida Nasaf xalqaro maydonda ham muntazam ishtirok etdi. Qarshi klubi uning qo'l ostida Afrika Chempionlar Ligasining 2015, 2016, 2018, 2022 va 2023-2024-yilgi mavsumlarda asosiy bosqichlarda qatnashdi. 2022 va 2023-2024-yilgi musobaqalarda esa jamoa nimchorak finalgacha yetib bordi. Bu davrda Nasaf Al-Sad, Persepolis, Al-Vasl, Al-Shabab, Al-Ayn va boshqa Osiyo klublariga qarshi bahslar o'tkazdi. 2018-yilgi Osiyo Chempionlar Ligasida Nasaf saralash bosqichida Iordaniyaning Al-Faysali klubini 5-1 hisobida mag'lub etib, guruh bosqichiga yo'l oldi.
Qarshiliklar guruhda Persepolis, Al-Sad va Al-Vasl bilan raqobatlashdi. Qarshida o'tkazilgan Al-Sadga qarshi uchrashuvda Berdiyev jamoasi 1-0 hisobida g'alaba qozondi. O'sha paytda Qatar klubi tarkibida Barselona va Ispaniya terma jamoasining sobiq futbolchisi Xavi Hernandez ham harakat qilardi. Uchrashuvdagi yagona golni Aziz G'aniyev penaltidan kiritdi. Nasaf guruh bosqichini 10 ochko bilan yakunladi, ammo keyingi bosqichga chiqa olmadi. So'nggi turda qarshiliklar safarda Al-Vaslni 2-1 hisobida mag'lub etgan edi. Nasaf musobaqa davomida finalgacha yetib bordi. Bu qarshi klubi uchun alohida ahamiyatga ega edi. Chunki jamoa 2011-yilda ushbu musobaqada g'olib chiqqan. Oradan 10 yil o'tib, Berdiyev endi bosh murabbiy sifatida Nasafni yana finalga olib chiqdi. Hal qiluvchi uchrashuv Bahraynda Muharraqqa qarshi o'tkazildi. Bahrayn klubi 3-0 hisobida g'alaba qozondi va Nasaf musobaqani 2-o'rinda yakunladi. Shu tariqa Berdiyev OFK klubida finalga chiqqan murabbiy sifatida ham Nasaf tarixidan joy oldi. 2022-yilda Nasaf Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga chiqish uchun Birlashgan Arab Amirliklarining Baniyas klubiga qarshi safarda maydonga tushdi. Qarshiliklar Sherzod Nasrullayev va Husayn Norchayevning gollari evaziga 2-0 hisobida g'alaba qozonib, guruh bosqichiga yo'l oldi. Nasaf keyinchalik guruhdan ham chiqdi va nimchorak finalda Saudiya Arabistonining Al-Shabab klubiga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuv 0-2 hisobida yakunlandi. Nasaf 2023-2024-yilgi Osiyo Chempionlar Ligasida yana play-off bosqichiga yo'l oldi. Nimchorak finalda qarshiliklarga Hernan Crespo boshqaruvidagi Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Ayn klubi raqib bo'ldi. Qarshidagi birinchi uchrashuv 0-0 hisobida yakunlandi. Javob bahsida Nasaf hisobni birinchi bo'lib ochdi. Keyinchalik Al-Ayn 2 gol kiritib 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Sufyon Rahimiyning hal qiluvchi goli uchrashuvga qo'shib berilgan vaqtda urildi. Nasaf musobaqani nimchorak finalda yakunladi. Al-Ayn esa keyinchalik musobaqa g'olibiga aylandi. 2024-2025-yilgi OFK Chempionlar Ligasi 2 musobaqasida ham Berdiyev jamoasi Osiyoning nomdor klublaridan biriga qarshi g'alaba qayd etdi. Qarshida Birlashgan Arab Amirliklarining Shabab Al-Ahli klubi 19-daqiqada hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limda Nasaf vaziyatni o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Zoran Marushich 83 va 90+2-daqiqalarda 2 gol kiritdi va Nasaf 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Bu Berdiyev boshqaruvidagi Nasafning xalqaro maydondagi muhim g'alabalaridan yana biri bo'ldi. 2015-yildan 2025-yilgacha Ro'ziqul Berdiyevning bosh murabbiy sifatidagi asosiy natijalari turli davrlarga to'g'ri keldi. 2015-yilda Nasaf O'zbekiston kubogini, 2016-yilda Super kubokni qo'lga kiritdi. 2018-yilda jamoa Osiyo Chempionlar Ligasida Xavi Hernandez to'p so'rgan Al-Sadni mag'lub etdi. 2021-yilda Nasaf O'zbekiston kubogini qo'lga kiritib, OFK kubogi finaligacha yetib bordi. 2022-yilda yana mamlakat kubogi qo'lga kiritildi va jamoa Osiyo Chempionlar Ligasi play-off bosqichida ishtirok etdi. 2023-yilda Nasaf O'zbekiston kubogi va Super kubogini qo'lga kiritdi. 2024-yilda jamoa yana Super kubok sohibi bo'ldi va tarixda birinchi marta O'zbekiston chempioniga aylandi. 2025-yilda esa Berdiyev boshqaruvidagi jamoa yana bir bor O'zbekiston Super kubogini qo'lga kiritdi. 501 o'yindagi statistika. Superliganing 17-turidagi Paxtakorga qarshi uchrashuv Ro'ziqul Berdiyev uchun Nasaf bosh murabbiy sifatidagi 501-o'yin bo'ldi. Qarshiliklar mazkur bahsda 1-2 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Berdiyev boshqaruvidagi 501 uchrashuvning 263 tasida Nasaf g'alaba qozongan, 121 tasida durang qayd etgan, 117 tasida jamoa mag'lub bo'lgan. G'alaba uchun 3, durang uchun 1 ochko hisoblanganda bu natijalar 910 ochkoni tashkil etadi. Berdiyev boshqaruvida Nasafning asosiy sovrin va natijalari ham salmoqli. Bir marta O'zbekiston chempionligi, 4 ta O'zbekiston kubogi, 4 ta O'zbekiston Super kubogi, OFK kubogi finali hamda Osiyo Chempionlar Ligasida 2 marta nimchorak final. Berdiyev davrining asosiy xususiyatlari. Ro'ziqul Berdiyevning Nasafdagi faoliyatini bir nechta asosiy yo'nalish bilan umumlashtirish mumkin. Birinchisi barqarorlik. Murabbiy uzoq vaqt davomida bir klubda ishlab, turli raqiblar bilan yuqori natijalar uchun kurashdi. Ikkinchisi yosh futbolchilarga imkoniyat berish. Nasaf akademiyasi tarbiyalanuvchilarining asosiy jamoaga o'tishi va keyinchalik milliy terma jamoaga yetib borishi klub tizimining muhim qismiga aylandi. Uchinchisi ichki musobaqalardagi natijalar. Berdiyev boshqaruvida Nasaf chempionlikni qo'lga kiritdi.
4 martadan O'zbekiston Kubogi va Super Kubogida g'olib bo'ldi. 4-si xalqaro maydondagi ishtirok. Nasaf Osiyo musobaqalarida muntazam qatnashib, OFK Kubogi finali va Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finaligacha yetib bordi. Nasaf tarixidagi katta davr. Ro'ziqul Berdiyevning Nasafdagi 12 yildan ortiq bosh murabbiylik faoliyati Qarshi klubi tarixidagi eng muhim davrlardan biri bo'lib qoldi. Bu vaqt ichida Nasaf ichki musobaqalarda 9 ta asosiy sovrin, 1 chempionlik va 4 ta Super Kubokni qo'lga kiritdi. Xalqaro maydonda OFK Kubogi finaliga chiqdi. Osiyo Chempionlar Ligasining play-off bosqichlarida ishtirok etdi va qit'aning bir qator kuchli klublariga qarshi g'alabalar qayd etdi. Shu bilan birga klub akademiyasi va asosiy jamoa o'rtasidagi tizim saqlandi. Bir qator yosh futbolchilar yuqori darajaga olib chiqildi. 501 uchrashuv, 263 g'alaba, 9 ta ichki sovrin, OFK Kubogi finali va Osiyo Chempionlar Ligasidagi natijalar Ro'ziqul Berdiyevning Nasaf bosh murabbiyi sifatidagi 12 yillik faoliyatining asosiy ko'rsatkichlaridir. Bizda hozircha shular, keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.